G'am tashvishlaringizni namoz bilan aritib ko'rganmisiz? Alloh taolo payg'ambariga g'am g'ussalarini qanday aritishni ham o'rgatgan. Ularning gapidan yuragingiz siqilishini yaxshi bilurmiz. Robbingizni hamdi ila poklab yod eting. Sajda qiluvchilardan bo'ling. Sizga yaqin kelgunicha Robbingizga ibodat qiling. Hijr surasi 97-99 oyatlar. Alloh taolo payg'ambariga shunday demoqda: Quraysh mushriklari sizni masxara qilib, mazax qilib sizga aziyat berayotganini, ularning aziyatlaridan mag'zum bo'layotganingizni ham bilamiz. Ammo bu narsalar sizni Robbingizning risolatini yetkazishdan to'sib qo'ymasin. Robbingizga tavakkul qilingki, u zot sizga kifoya qiladi. Dushmanlaringiz ustidan sizga g'alaba ato etadi. Ko'rib turganingizdek, Alloh taolo payg'ambariga g'am tashvishlarga yengilib qolmasin deya 4 narsani buyurmoqda. Allohga tasbih aytish, hamd aytish, sajda qilish, ya'ni namoz o'qish, ibodat qilish. Demak, g'am tashvishlarga qarshi kurash vositalaridan biri namoz ekan. Shuning uchun ham Alloh taolo payg'ambariga sajda qiluvchilardan bo'ling. Shunda Alloh dilingizdagi g'am alamni ketkazur demoqda. Shu o'rinda Rasululloh ham Rabboniy buyruqqa labbay deb barcha muammolarga qarshi namoz bilan kuch-quvvatga to'ldilar. Huzayfa ibn Yamun roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni biror narsa mag'zun qiladigan bo'lsa, namoz o'qir edilar deganlar. Imom Ahmad rivoyati. Boshqa bir rivoyatda Rasulullohni biror narsa qayg'uga solsa, darhol namoz o'qir edilar deyilgan. Huzayfa roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ko'p yillar birga bo'lgan sahobadir. Shuning uchun bu kishi Rasululloh biror narsadan qayg'uga tushganlarida yoki musibatga, qiyinchilikka duch kelsalar, qalblarini tinchlantirib xotirjam qilish uchun, Parvardigorlaridan musibat va qayg'uda yordam so'rash uchun namozga oshiqqanlarini ko'rib yashagan. Nafaqat Rasulullohning, balki barcha payg'ambarlarning odati shunday edi. Boshga biror musibat kelsa yoki tashvish tushsa, darhol namozga shoshilar edilar. Suhayb ibn Sinon roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda shunday deyiladi: Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam asr namozini o'qib bo'lgach, bir nimalar deb pichirladilar. Yonlaridagi sahobalar: "Ey Allohning rasuli, asr namozidan keyin pichirlab nimalar dedingiz?" deb so'rashgan edi. U zot shunday dedilar: "Sizlar ham sezdingizmi? Men bir payg'ambarni esladim. Unga o'z qavmidan bir qo'shin berildi. U qo'shinning kuchliligini ko'rib, bularga kim ham bas kela olardi?" dedi. Shunda Alloh taolo u payg'ambarga 3 ishdan, dushmanning ularni bosib olishini, ocharchilikni yoki o'limdan birini tanlashini buyurdi. O'sha payg'ambar shu 3 narsa borasida qavmi bilan maslahat qildi. Qavm: "Bu ishni o'zingga topshiramiz, chunki sen Allohning payg'ambarisan" dedi. Payg'ambar darhol turib namoz o'qidi, chunki anbiyolar biror ishda taraddudlanib qolsalar, darhol namoz o'qiydilar. Bu payg'ambar ham namoz o'qib: "Yo Robbim, dushman yoki ocharchilikni emas, o'limni tanladim" deb duo qildi. Alloh ularga o'limni yuborgan edi. Ulardan 70 mingtasini o'lim olib ketdi. Namozdan keyin pichirlaganimda shunday deyotgan edim: "Allohim, sening noming bilan urushaman, sening noming bilan dushman ustidan g'alaba qilaman. Kuch-qudrat faqat Alloh bilan." Imom Termiziy rivoyati. Ibrohim alayhissalom g'am g'ussalarini namoz bilan muolaja qilar edilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Bir kuni Ibrohim alayhissalom Sora bilan bir zolim podshohning yurtiga kelib qoldilar. Ayg'oqchilar zolim podshohga falon joyda bir kishi bor, yonida misli ko'rilmagan go'zal ayoli ham bor deyishgan edi. Podshoh u kishini chaqirtirdi. "Yoningdagi ayol kim?" degan edi. "Singlim" dedilar. Keyin Soraning yoniga qaytib kelib shunday dedilar: "Sora, hozir yer yuzida sen bilan mendan boshqa mu'min yo'q. Anavi mendan seni so'ragan edi. Singlim" dedi. "Meni yolg'onchi qilib qo'yma." Podshoh esa Sorani chaqirtirdi. Sora uning huzuriga kirib keldi. Podshoh uning go'zalligini ko'rib, uning qo'lini ushlamoqchi bo'lgan edi. Qo'li qotib qoldi. Podshoh qo'rqib ketdi. "Robbingga duo qil, senga hech narsa qilmayman" dedi. Sora Allohga duo qilgan edi. Ana uning qo'li qo'yib yuborildi. Podshoh esa yana Soraga yopishmoqchi bo'lgan edi. Qo'li boyagidek yoki bundan ham qattiqroq qotib qoldi. Shunda u yana "Robbingga duo qil, senga yomonlik qilmayman" dedi. Sora duo qilgan edi. Anavining qo'li yana qo'yib yuborildi. Shunda podshoh ayg'oqchilarni chaqirib: "Senlar mening oldimga odam emas, shaytonni olib kelibsanlar-ku" dedi. So'ng Soraga Hojarni cho'ri qilib berdi. Sora eson omon Ibrohim alayhissalomning yonlariga qaytib keldi. Ibrohim alayhissalom namoz o'qiyotgan edilar. Qo'li bilan "Nima gap?" deya ishora qildilar.
Sora: Alloh anavi kofirning yoki fojirning makrini o'ziga qaytardi, shunga Hojarni menga cho'ri qilib berdi, dedi. Imom Buxoriy rivoyati.